Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zimga yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchida mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Octagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi. Ajratayotganda axranalar ham chekkaga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan? Yo, bu yoqda turib gazovat qildi." Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yotib qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol, Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranitsga vizit tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik, ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi. Men esdan chiqdi u. Zachем esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan, to'g'risi. Hammasini po faktu o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyasida Hasan F bor, Hojakbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda, qolaversa o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim, to'g'risi. Men hayronman. Nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Men bir o'zimman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamay. O'zbekistonda adashmasam ko'pgina MMA turnirlari bo'lgan yoki kickboks turnirlari, boks turnirlari, boshqa davlatlardan boyslar, sportsmenlar ko'p kelgan, bilasizlar. Lekin hech kim O'zbekistondan norozi bo'lib ketmagan. Sportsmenlar doim hurmatini joyiga qo'yilgan, yaxshi kutib, yaxshi chiroyli qilib jo'natilgan. Hozir biz O'zbekistonliklar chetga chiqsa ko'pi qanday sal shunaqa problemalarga uchrab keladi. Shu boyslar urushib kelsa ko'pchilik qo'shiladi yoki qanaqadir bilmayman nima bo'ladi. Shunga tushunmay qoldim. Hozir bir ikkita video ko'rib qoldim. Bizi O'zbekiston boyslarini chetga olib chiqib turgan представительlar sal e'tiborliroq bo'linglar. Hozir e'tibor bermayapsizlar uncha. Nima bo'lsa boyslarni o'zi hal qilyapti. Ertaga sizlar shuni tashab qo'ysanglar, boyslar qattiq gapirib qo'ysa, ikkita davlat o'rtasida o'zgina nizo kelib chiqadi. Hozir sizlar indamayapsizlar, parvo qilmayapsizlar. Ishimiz to'xtab qoladi, boysimiz yo'q deb. Sal qaranglar shunga. Tushunib bo'lmaydigan ishlar bo'lyapti. Hozir endi ko'pchilik o'zimizni yaqinlar, akalar, olib boradiganlar ham boshqalar, lekin sal e'tiborliroq bo'lish kerak. Hozir achchiq ustida hozir bir ikkita qattiq gap gapirib qo'ysa, o'zimni ham boshimdan o'tgan bilasizlar. Bu ishlar osonlik bilan bitishi qiyin bo'ladi. Keyin ko'pchilik aralashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sal hamma yoqda issig'ida to'g'ri chiroyli qilib yechgan yaxshi menimcha.